Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuh. Allah Taala barchamizga foydali ilm bersin. Allah Taala shu ilmlarimizga bereket bersin. Allah Taala odam zotni to'g'ri yo'lga boshlash uchun xosiyatli Qur'oni Karimni sevimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga yuklagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisning ma'nosida bunday deydi. Sizlarning oranglardagi eng yaxshi odam Qur'onni o'rgangan odam va uni boshqaga o'rgatgan odam deydi. Va boshqa bir hadisning ma'nosida Qur'on o'qiganda uning har bir harfiga 10 savob yozildi. Alif, lam, mim bir harf demaymi? Alif bir harf, lam bir harf, mim bir harf deb aytgan. Allohning xohishi bilan bugun Qur'on o'qib o'rganish uchun o'tilgan harflarni, ya'ni savat ichish kursini boshlaymiz. Biz uni Muallim Sani degan kichik bir kitobcha orqali o'qiymiz. Muallim Sani deganimiz u arab tilini olganda ikkinchi muallim degan ma'noni bildirdi. Arab tilida harflar o'ng tarafdan so'l tarafga qarab yozildi va o'ng tarafdan so'lga qarab o'qildi. Birinchi harf o bizda alif harfi. Alif harfining yozilishi bu turda yozildi, ya'ni tek tayoqcha chiziq orqali yozildi. So'zning beshida, so'zning o'rtasida va so'zning oxirida mana turlarda yozildi. Arab tilida harflarni o'qish uchun bizga harakatlar kerak bo'ldi. Ular bizda 3 tal. Birinchisi fatha. Fatha uning o'qilishi a deb o'qildi. Yozilishi harfning ustiga bunday chiziqcha orqali yozildi. Agar biz alifning ustiga mana shunday chiziqni qo'yadigan bo'lsak, u bizda a deb o'qildi. İkinci harakat o bizde kasra. Onun o'qilishi i. O harfning ostiga bunday chiziqcha orqali yozildi. Alifning ostiga biz kasrani qo'yadigan bo'lsak, uni biz i deb o'qiymiz. Uchinchi o bizde damma. Onun o'qilishi u bo'lib o'qildi. Uning yozilishi harfning ustiga kichik 9 o'xshash shaklda yozildi. Ya'ni bu alifning ustiga biz dammani qo'yamiz. Shu chog'da biz alifni u deb o'qiymiz. Keyingi harf o bizda b harfi. B harfi yozilishi mana bu turda yozildi. O'zi yolg'iz turgan vaqtida so'zning beshida bu turda, so'zning o'rtasida va so'zning oxirida mana shu turlarda yozildi. B harfini harakatlar bilan o'qiydigan bo'lsak, B harfining ustiga fathani qo'yamiz. B, ya'ni bu B degan harfni B deb o'qiymiz. O'qilishi B. Kasra, B harfining ostiga kasra belgisini qo'yamiz. Shu chog'da bu B degan harfni biz B deb o'qiymiz. Uchinchi harakat damma, ya'ni mana shu B degan harfning ustiga biz damma belgisini qo'yamiz. Shu chog'da biz buni bu deb o'qiymiz. B, B, bu. Keyingi harf o bizda ta harfi. Ta harfining yozilishi mana bu shaklda. B harfining yozilishiga o'xshaydi, faqat ayirmachiligi buning chekitlari ustida va ikki tal bo'ldi. So'zning beshida, so'zning o'rtasida va so'zning oxirida mana shu turlarda yozildi. Ta harfini harakatlar bilan o'qiydigan bo'lsak, fatha bilan o'qiymiz. Uning uchun ta degan harfning ustiga fathani qo'yamiz. Shu chog'da uning o'qilishi ta deb o'qildi. İkinci harakat o bizde kasra, ya'ni mana shu ta degan harfning ostiga biz kasraning belgisini qo'yamiz. Shu chog'da biz uni t deb o'qiymiz. Uchinchi harakat o damma. Mana shu ta degan harfning ustiga damma belgisini qo'yamiz va uni o'qiganda biz tu deb o'qiymiz. Mana ta, ti, tu. Dördüncü harf o bizde f harfi. F harfining yozilishi bu shaklda. So'zning beshida, so'zning o'rtasida va so'zning oxirida mana shu turlarda yozildi. Bu yerga harfning etini c deb qo'ygan. Asli bu harf itilganda yuqorqi va ostonqi tishlarning o'rtasiga mana tilimizni solamiz. Shu chog'da bu f deb o'qildi. F harfi saqov qilib o'qildi. Endi mana shu f harfini harakatlar bilan o'qiydigan bo'lsak, bularning ustiga fathani qo'yamiz. Shu chog'da bu bizda f deb o'qildi. Buning yozilishi mana ostiga
Bu S'ning saqov kelgini bildiradigan belgisi. Keyingi bu bizda kasra. Kasra belgisini qo'yamiz F harfiga va uni o'qilishi yozamiz. Bu bizda fi deb o'qildi. 3-chi domma. Domma belgisini qo'yamiz. O'qilishi su bo'ldi. Mana shu bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Qolgan harflarni keyingi darsimizda davomlashtiramiz. Alloh taolo barchamizga foydali ilm bersin.